1500 kerak. Vahma, pulimni kim beradi? Nega tushunmaysiz tog'a? U Rossiyadan kelgan. Sizni qon guruhingiz faqatgina tushadi unga, tushunyapsizmi? Qishlog'imizdagi 100 ta bola uni qo'lida ishlaydi. Agar qon bermasangiz o'lib qoladi. Menga farqi yo'q. Pulimni bersa qon beraman. Masa qon yo'q. Tog'a, yo'qdagi 100 ta ham qishloqlarimiz taylab beradi sizga. Qana taylab beradi? Ular Rossiyada-ku. Mana o'ziga, o'ziga o'zi bersin. Tog'a, zamondan orqaga qolib ketganmisiz? Empay degan ilova bor-ku. Empay? Nima u? Bu ilova orqali so'm bo'lsa Uzcard Humoga, agar dollar kerak bo'ladigan bo'lsa, Visa kartangizga tashlab beradi. Serios, Rossiyadan turibdi. Kommunal to'lovlarga ham to'lov qilsa bo'ladimi? Albatta, bank kredit to'lovlarini ham amalga oshirsangiz bo'ladi. Bekorga 920 mingdan ziyod odam foydalanmayapti. 24 ga 7 ishlaydimi? Ha? Qancha berasan, xo'p? 10 ming beraman. 10 ming? Ha? To'g'ri ber. Xo'p, hozir u chiqsin, birinchi qon bering, keyin beradi sizga. Yo, bolam, nelarmaysizlar. U birinchi menga pul bersin. Hozir qara, unga men qon beramanmi? Meni qonim unga o'tadimi? U o'zlik bo'lamki, keyin nima deydi? Ertaga beray. Bir hafta kichikdir. Yashtagimda avvalay. 15 minutda telefon qilish kerak deb qonimga allaydi u. Menga o'xshab mashinaga 5 ming tushdiman. Ha, 5 ming. Doktor kel, mana qonim. Tez olinglar. Ye, tog'a. Ye, boshliq. Yaxshisizmi? Bugunni chut mazasi ko'chdi. Nicho? Nos bormi? Nos beringlarmi? Nos. Ko'rdingmi, o'zim o'zbeklashib bo'ldi. Menga qaror so'rayapti. 5 ming qarzim qolgan, qarzim bersin. Начальник 5000 меня отдам. Ana. Beraman ertadan keyinmi? Beraman. Ishlar bor, hozir bitirib, tam loyihalar Men aytdim senga, Yadirjon, 5 mingimni ber. Kadir.